Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektni tugatdik. Obyektimiz mana shunaqangi Agfa Plus Trio Anthracite Lux profillaridan bo'ldi. Arkalik shotlankalar. Mana shunaqangi romlar. Mana shotlanka. Bu ichki tarafidan ko'rinishi, tashqi tarafidan qora oyna qo'yib berdik. Qora oynadan shotlankalar ko'rinishi sal qiyinroq, quyosh tushgan sabab. Keyin Trio'ning bitta afzallik taraflarini aytib o'taylik. O'rtasida rezina bilan. Ko'plar bu rezinni yo bilishmaydi, yo qo'yishmaydi. Bu rezin shumoizolyatsiya, chang o'tkazmaslikni yo'llarini oladi. Profil juda qalin profil. Trio 6000 seriya. Trioni ko'plar bilishmaydi. Bilishsa ham klientga aytishmaydi. Shunaqa. Hurmatli bizni kuzatib boruvchi akalar, ukalar, yangi xonadon qurmoqchi bo'lgan xonadon sohiblari, barchangizga mana shunaqangi Agfa Trio mahsulotlarini qo'yishingizni so'raymiz. Barchangizga omad. Agar bizga murojaat qilsangiz, kelishtirib Agfalaringizni chiroyli qilib shunaqangi 6000 Trio Agfa Plus'dan qo'yib beramiz. Mayli, sog' bo'linglar.